Dang'ara tumanini mana Sirdaryo bo'yida shunday joy bor. Bu yerda shifobaxsh suv chiqadi. Bundan 40 yillar oldin mana shu yerdan suv axtarishib qazish ishlari olib borilganda shu qaynoq suv chiqqan, shifobaxsh mineral suv. Hozir bu yerda ko'milishyapti. Shuna qilib, chiroyli qilib jihozlab qo'ygan tadbirkor tomonidan. Mana bu tomonimiz hozir daryo ko'ramiz. Mana bu tomonimizda esa kanal. SBK deydi. Ya'ni Severniy Bagdadskiy kanal, Shimoliy Bag'dod kanali. Daryoga kelib quyiladi. Bu dam olish zonasi issiq suv nomi. Dang'ara tumani yuqorida aytib o'tdik. Mana kanal bo'yida bunaqa so'rilar qo'yilgan, mana tollar ekilgan. Bu yerda mana shashlik qilib nima qilish uchun imkoniyatlar bor. Mana kanal daryoga, Sirdaryoga kelib quyilayotgan joyi. Hozir daryo tomonga chiqqanimizda ko'rinadi. Bu tomonda mana o'sha yangi ko'prigimiz. Perevalga chiqib ketadigan ko'prik. Bu yerda baliq ovlashyapti. Kelib mana shu tollar tagida dam olish mumkin. Shu mineral shifobaxsh suvda cho'milib mana o'sha ko'prik. Oldin Dang'ara tumani o'sha Chag'ali hududidan o'tganingizdan keyin Pereval yo'liga o'sha ko'prikdan o'tib ketilar edi. Hozir mana bu ko'prikdan o'tilyapti bir necha yillardan buyon. To'g'ri o'sha Namangan viloyatining Sadoqat posti deymiz, u yerga chiqib boradi. Xo'p, mana bu yerdan kanal bilan daryoni qo'shilish joyi. Mana bu mana Sirdaryo. Mana shu to'g'rida ro'parada turgan mana shu yer orol bor. Orol bir necha gektardan iborat. İki tomonidan suv aylanib o'tadi. Ana shu orolda hozir dam olish yerga ham dam oladigan joy qilinyapti tadbirkorlar tomonidan. Daryoning u tomoni Pop tumani hududi. Ko'prikdan o'tishib Toshkentga qarab ketishyapti va Toshkentdan qaytib kelayotgan tartib vositalari. Mana bu yerda bu tomonda kanal kelib, mana bu yerdan mana daryoga qo'shilib ketadi. Hozir daryo tomonga yaqinroq chiqib boramiz. Mana bu yer mana ko'prik va Sirdaryo. Daryoni mana shundoqqina bo'yida mana shu dam oladigan hudud. Shuni bir alohida aytib o'tish kerak. Bu dam oladigan hudud faqat yozda emas, bu yerga mana bilganlar qishda ham kelishib dam olib mana shu mineral shifobaxsh suvda
cho'milib dam olib ketishadi. Bu yerda mana qishda ham kelib qolish imkoniyati bor. Mana ro'parada 2 qavatli binosi bor. O'sha binosida bemalol qolsa bo'ladi. Bu yerda hozir ovqat qilish uchun sharoitlar endi ko'rib qo'yamiz. Mana o'sha shifobaxsh suvning xususiyatlari haqida mana bu yerda ko'rsatilgan. Bir necha minerallardan iborat ekan. Ovqat qilsa bo'ladi. Ovqat qilish uchun shu yerda qolib ketilaverar ekan. Hozir agar cho'milish uchun kelsangiz, hozirgi kunda 40 ming bir kishiga cho'milish uchun olinadi. Agar bu yerda ovqat qilib dam olish uchun kiriladigan bo'lsa, bir yo'la mana qozonlar kechgacha bir dam olamiz deyilsa, bir kishiga 80 mingdan deyishyapti. Xo'p, bu yerda qolib, yotib qolib dam olib ketaman deydigan bo'lsangiz, bir kishiga 200 ming so'm olinar ekan. Hozirgi kundagi narxlar mana aytildi, so'radim. Endi e'tiborli tomoni bu yerda mana erkaklar cho'miladigan mana shu nimalar alohida qilingan. Keyin ayollar uchun alohida mana shunaqa basseynlari bor. Bemalol kelib dam olib ketish mumkin.